Assalomu alaykum. Bugun biz Windows'dagi buyruq ko'zligi bilan tanishib chiqamiz va ko'p ishlatadigan bir qancha buyruqni o'rganib o'tamiz. Oldi bilan biz boshlar topchini chekib, barliq applar degan topchini chekaylik. Cheksak, uni ichida tuvanga sursak, buyruq eskartmasi deb tarjima qilibdi buni. Buningki ikki xil holati bor. Birisi odatlik salohiyatda ijro qilish, yana birisi boshqaruvchi salohiyatida ijro qilish. Biz odatlik salohiyatda buyruq eskartmasi yoki bo'lmasa buyruq deb yozsak bo'ladi yoki inglizcha harf taxtini o'zgartib CMD deb yozsakmi bo'ladi. Ya'ni buyruq eskartmasi deb ko'rindi, uni ostida mana CMD Run as Administrator degani boshqaruvchi holatda ijro qilish. Undan keyin mana boshqa buyruqlarni qo'shib ijro qilishni ko'rsatadi. Masalan, buyruq bo'yicha buyruq ko'zligini chekaylik. Bu buyruq ko'zligini ichishniki tizimlikdan ichish usuli. Yana birisi Windows harf taxtidan Windows knopkasi bilan R knopkasini bossak, buyruq ijro qilish ko'zniki ko'rindi. Bu yerga biz CMD deb buyruqni berib, enterni bossak, buyruq ko'zniki ichiladi. Yoki bo'lmaydi, shu boshlar topchida shoshqinakni o'ng cheksak, tizimlik chiqadi. Tizimlikdan tanlasakmi bo'ladi. Mana terminal boshqaruvchi deganni mana bir uqumni Windowsda bir necha xil tarjima qilibdi. Oyada terminal debdi, men terminal boshqaruvchi debdi. Undan keyin boshlarda meyada aslan CMD deyli. Desak, mana bu yerda buyruq eskartmasi debdi. Amaliyotda o'xshash narsa ijro bo'ldi. O'tiribni chekdik, terminal deyli. Mana o'xshash narsa ijro bo'ldi. Terminal boshqaruvchi desak, masalan, mana boshqaruvchi ijozida ijro bo'ldi. Shuning uchun ma'noda cho'qim ruxsat qilishni so'raydi. Adab shunday deyli. Ma'nunki ikkisiniki ko'zniki ozroq farqlandi. Masalan, mana buyruq eskartishi deb qo'yibdi. Amaliyotda bu terminal shu. İngilizce terminal deydi. Terminal. Ondan keyin mayada PowerShell'ning qisqartirilmasi PS. Mana PowerShell degani boshqaruvchi holatda terminalni ijro qildi. Biz odatdagi terminal, ya'ni buyruq ko'znikini ko'rib o'taylik. Bizning hozirgi o'rnimiz CDSK user Daryo, ya'ni ishlatuvchining ismi. Undan keyin biz birinchi buyruqni ko'rib boqaylik. Shu darajada Nimba deganni bilmoqchi bo'lsak, dir enterni bossak, shu hozirgi shu daryodagi ishlatuvchiniki qisquchida barliq qisquch va hujjatlarni ko'rsatadi. Buning ichida 14 dona mundarij bor. Bir chekitda g'ol mundarijini, ikki chekit navbatdagi mundarijini. Undan keyin beqanida dir deydigan xitvasi mana qisquchni bildirdi yoki mundarijni. Agarda mana o'xshash bo'lmay qolib qolsa, beqanda dir deydigan mana belgisi bo'lmasa, u hujjat ekanligini bildirdi. Masalan, bir qisquchning ichiga kirib boqaylik. Masalan, biz desktop degan qisquchga kirib boqaylik. Ya'ni hozirgi bizning mundarijimizning o'rnini o'zgartaylik. Buni o'zgartirishning buyruqi cd bo'sh o'rin shu qisquchning ismi. Masalan, desktop. Odatda Windows qisquchniki ismi ishlatgan harflarniki cho'ng kichikni farqlantirmaydi buyruq ko'znikida. Lekin sistema ilgari faqatla farqlantirmaydi. Hozir cho'ng kichik yozishni yangi sistemada farqlantirdi. Enterni bosaylik. Hozirgi o'rnimiz o'zgardi. Masalan, CDSK user degan mundarijning ostidagi Daryo degan mundarijning ostidagi desktop degan mundarijga kirdik. Undan keyin bu mundarijning ostida Nimba ko'rib boqaylik. dir degan buyruqni berib enterni bosdik. Mana. Undan keyin Uyg'urchani ko'rsatish, masalan, mana soldan o'ng ko'rsatib qo'yibdi-ku. Mana tajriba degan qisquchni ko'rdingizmi? Tajriba degan qisquch tatu ko'rinibdi mana.
abirjatda biz o'qiymiz-ku endi. Asli tajriba degan qisqacha. Buni biz harf taxtidan shift bilan kontrolni besib boqaylik, o'ng tarafdagi shift bilan kontrol. Yo'nalishni o'zgartgani bo'lmag'idek. Birab boqaylik, o'zgartgili bo'lamdi. O'zgartgili bo'lmag'idek. Odatda yoziq tahrirlagishda shift bilan o'ng tarafdagi kontrolni bossak, bir qatim bossak o'ngdan so'lga, yana bir qatim bossak so'ldan o'ngga yo'nalish o'zgaradi. Ya'ni o'ngdan so'lga yozilgan yoziqda qisqishning ismi so'ldan o'ngga harflar ko'rinishi ta'tukan. Undan keyin ma'vu qisqacha mana shu tajriba degan qisqacha shu. Undan keyin WordPad Checket LNK degan ma'vu shu. WordPad degan programmaninki, ya'ni yozg'ichningki tiz ijro qilish yo'li. Ya'ni bizning ustal ustida hozir bir qisqacha, bir ulanma bor. Mal nima ish ko'rinmadi desak, bular sisteminingki sin belgilari. Buningki o'rni odatda hamma ishlatuvchiga teng ko'rsatadigan bo'lganligi uchun mayada ko'rinmaydi. Buni qanday qilamiz desa, masalan dir deb shu dir degan buyruqningki yana qanday parametrlar bor bilmoqchi bo'lsak, o'ng yan to'siqni besib, undan keyin so'roq belgisidan birini besib, enterni bossak, shu dir degan buyruqningki barliq ishlatish usulini ko'rsatib berdi. Qanday parametrlari bor, shuni biz ko'rsatib berdi. Masalan, A degan parametr barliq xoslikni ko'rsatib berdi ekan. Masalan, Q degani hujjatning egisini ko'rsatib berdi ekan. Masalan, S degani hujjatningki belgilangan mundarjasini va barliq tarmoq mundarjalarini ko'rsatib berdi. Bundan keyin ma'vu ostidagi xohlagan knopkani bossangiz davomlashadi debdi. Xohlagan knopkani bossangiz. Oxirida ko'rinmagan ba'zi parametrlarni bizga ko'rsatib berdi. Masalan, biz boshqa parametrni ko'rib boqaylik. Masalan, h deydigan bir parametr bor. H. Bayada ko'rsatmabdi. Masalan, biz yoshiruvchi hujjatlarni yoki sistema hujjatlarini ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu S degan parametr bor. Mana display belgilangan mundarja va tarmoq mundarjalarini hujjatlarni ko'rsatadi. Biz bevosita dir yan to'siq h deb interimiz. Unda parametr yo'q deydi. S deydi. Yoshirun hujjatini ko'rsatib berdi. Ko'rsatib bersak, ma'vu birinchi darajalik mundarja, undan keyin navbatdagi mundarja, ya'ni ustidagi mundarja, birinchi darajalik mundarja, mana ikki alohida mundarjani ko'rsatib berdi. Undan keyin qolgan yoshirun hujjat yo'q ekan. Ya'ni sistema hujjati yo'q ekan demakchi. Undan keyin X ni ishlatsak, uzun hujjat bo'lgan bo'lsa, hujjatning ismi uzun bo'lgan bo'lsa, 256 harfdan tashkil topsa bo'ladi hozir Windowsda. Ilgari faqat 8 harfdan tashkil topdi. X degani mana 8.3 file degani, masalan, uzunligi 8 harf, o'zi hujjatning asosiy ismi, kengaytirilgan ismi 3. Shundaqlam hujjatni tonaydi ilgari. Hozir ham 256 harf bo'ldi. Masalan, biz boshqa qisqachni ko'rib boqaylik. Hujjat chiqroq. Masalan, Windowsning temp degan mundarjasini ko'rib boqaylik. Uni qanday almashimiz deganda cd bo'sh o'rin ikki chek qo'yib enterni bossak, ustiga bir shoh o'rlaydi. Enterni bossak. Masalan, boya biz cdska user daryo desktop degan mundarjani ichida edik. Hozir cd bo'sh o'rin ikki chekitni bossak, bir shoh ustiga o'rildi. Undan keyin cd yan to'siq enterni bossak, bevosita cdska qo'l mundarjaga ham yo'tqildi. Endi biz mundarja almashtiraylik. cd bo'sh o'rin Windows temp deylik. Hozir bizningki o'rnimiz o'zgardi. cdska Windows temp degan mundarjani keldik. Endi biz mayada dir degan buyruqni. Bu yerda mana masalan, uzun hujjatgan hujjatning ismi. Ma'lumotlar uzun hujjatgan. Masalan, dir, undan keyin yan to'siq w deb enterni bosaylik.
qisqa shaklda ko'rsatib berdi. Bu bizningki mundarja va qisqishning ichidagi hujjat mazmunini ko'rsatish buyrug'i va ma'lum qisqishni o'rnini o'zgartirish buyrug'ini ko'rib o'tdik. Endi biz qaytadan g'ol mundarjaga qaytdik. Undan keyin biz CD deb boyaqi ishlatuvchi mundarjaga o'zgartiraylik. User daryoga yerga boraylik. CD user deylik. User scanner scan CD users daryo. Boyaqi men yerda ko'rsatgani bunda sistemada bunda yo'l yo'q debdi. Yoki bunda hujjat ya qisqish yo'q demoqchi. Masalan CD users daryo. Hozirgi mundarjamiz o'zgardi. Buning ichida mana daryo degan qisqichning ichida bir muncha masalan desktop, dokument degandek. Masalan men desktopga olmishay. Desktopga olmishimizning sababi bu yerda biz nemish bo'lganligini ko'rib tura olamiz. Masalan, biz ustal ustiga bir qisqich quraylik. mkdir deylik. mkdir degan mundarja qurish buyrug'i. Biz buningki yantu siziq sol belgisini qo'yib, qanday parametrlar va ko'rib baxsak bo'ldi. Hamma buyruqninki o'xshash. Yantu siziq bilan sol belgisini qo'yib, qanday ishlatilganligini ko'rib baxsak bo'ladi. Masalan, hozirgi o'ringa biz bir qisqich quraylik. mkdir work deylik. mkdir bo'sh o'rin work deganimiz qisqichning ismi. Enterni bosdik. Mana ustal ustiga mana hozir work degan mundarjadan bir qurib. Endi dir deb ko'rib boqaylik. Desktop degan qisqichning ichiga work degan qisqichdan birini qurib berdi. Biz bu qisqichning ichiga kiraylik. Buning ichiga masalan qisqich 1 deb yana birini quraylik. Qisqich 1 dedi. Yana birini quraylik. Qisqich 2 deylik. Endi dir degan buyruq bilan ko'rib baxsak, qisqichdan ikkisi qurildi. Mana qisqichning ichiga qo'sh chekib hujjat boshqaruvchini ko'rib baxsakmi, mana 2 qisqich qurilibdi. Bu qisqich qurish. Endi biz bu qisqichni o'chirishni ko'rib boqaylik. Qanday o'chiramiz deganda rmdir degan buyruq bilan o'chiramiz. Qisqichning ismini yozamiz. Qisqich 1 deylik. Enterni bosaylik. Endi dir degan buyruqni bersak, qisqich 1 o'chdi. Endi biz shu qisqich 2 degan mundarjani mana desktop degan qisqichga ko'chirib aklaylik. Copy qisqich 2 deganni C diskidagi usersning ostidagi daryoning ostidagi desktopga ko'chiraylik. Copy qisqich 1 dedik. Qisqich 1 hozir o'chirilib ketgan. Yo'q-ku amaliyotda. Enterni bosaylik. Qanday ish yuz berdi? Bunda hujjat yo'q. Belgilangan bunda hujjat yo'q deydi. Buna qilamiz. Asli qisqich 2 bo'lish kerak-ku. 2 deb o'zgartiraylik. Qisqich 2 ni ko'chirdik. C diskga user daryo desktop. Enterni bosaylik. Mana nima deydi deganda qisqich 2 degan mundarjaning ichida hech qanday hujjat yo'q ekan. Buning uchun biz qisqich 2 ning ichiga o'ng tarafni chekib, yangi deb tekstdan birini quraylik. Tekst butuk deb. Buni ismini text 1 deylik. Yana o'ng tarafni chekib, yangi hujjat deb text butukdan 2 ni quraylik. Ikkini 2 tekst hujjat qurdik. Mana qisqichning ichidagi hujjatni hozir hujjat bo'lmaganligi uchun hech qanday hujjat ko'chirilmadi dedi. Abi buyruqni shu bitta
copy qisqacha C diskdagi maya ko'chirib berdi. Enterni bosaylik. Endi mana ikki hujjatni ustal ustiga ko'chirib chiqadi. Endi buni biz o'chirib boqaylik. CD ikki chekitni bossak, ustiga bir daraja o'rlaydi. Bir deb buyruqni bersak, mana text 1, text 2. Masalan, biz kengaytirilgan nom text bo'lgan hujjatning hammani o'chiramiz desak, del degan buyruq bilan o'chirsak bo'ldi. Del deb, ya'ni hozir hujjat o'chirish buyruqi. Text 1 chekit txt. Enterni bosaylik. Mana bu yerdagi text 1 degan hujjat o'chdi. Biz texnik aniq ko'rish work deganning ichida mana bu qisqacha deb bor. Ma ustal ustidagi text 2 degan hujjatni ma work degan qisqachaning ichiga yo'tkaylik. Qanday yo'tkaymiz desak, hozir dir degan buyruq bilan ko'rib boqaylik. Mana text 2 degan hujjat desktopda, ya'ni ustal ustida. Buni biz work degan mundarijning ichiga yo'tkaylik. Yo'tkash buyruqi move. Hujjatning ismi text 2 txt. Nega yo'tkaymiz deganda bir chekit qo'yib, yantu siziq work. Ya'ni mushu mundarijaga teng darajalik mundarijaning ichidagi workning ichiga yo'tkayib berdik. Enterni bossak, mana bu yerdagi ustal ustidagi txt 2 hujjat work degan qisqachaning ichiga yo'tkaldi. Biz cd work degan mundarijaga almashib dir degan buyruq bilan ko'rib boqaylik. Mana txt 2 degan hujjat work degan qisqachaning ichiga yo'tkilibdi. Qo'sh chekib ko'rib baqsak ham bo'ldi hujjat boshqaruvchidan. Bu hujjatni ko'chirish, o'chirish, yo'tkash buyruqi. Undan keyin biz mana text hujjatni mazmunni ko'rib boqaylik. Text 2 txt. Buni hech qanday mazmun yo'q ekan-ku, hech nima ko'ranmadi. Hech nima ko'ranmadi. Shuning uchun biz masalan mushu mundarijning ichidagi hujjatning ismini mush txt 2 degan hujjatga yozaylik. Qanday qilamiz desak, masalan dir degan buyruqni berdik. Undan keyin 3 bulon belgisi, ya'ni cho'ngliq belgisini yozib, mushu ko'rsatgan dir degan buyruq ko'rsatgan uchurni text 2 txt degan hujjatga yozib bergan. Enterni bosdik. Hozir ash uchurni yozib berdi. Buni endi ko'rib boqaylik. Type txt 2 txt. Enterni bosaylik. Bossak, mana hujjatning mazmunini bizga ko'rsatib berdi. Hozir bu yerda buyruq ko'zniki bo'lganlik uchun biz nimbaligini hujjatning ichida yaxshi ko'ramidik. Shuning uchun biz mana work degan qisqachani qo'sh chekib, mana txt 2 degan hujjatni qo'sh chekib ichib ko'rib boqaylik. Ichida nima bor? Mana hozirgi tekstning yo'linishi o'ngdan so'lga bo'lgandan keyin biz so'ldan o'ngga deb almashtirib o'taylik. Almashtirib o'tdik mana. Boyaqi dir degan buyruq ko'rsatib beradigan uchurning hammasini ma tekstga yozib berdi. Type degan buyruq bilan shu text hujjatning mazmunini ko'rsatamiz. Masalan, biz aniq bo'lish uchun bizlar mana bu ikki qurni bu yerdagi oxistiki qurilni o'chirib o'taylik. O'chirib o'tib, buni saqlab o'tib, Ctrl S bilan chekindik. Endi biz mana buyruq ko'znikida qayta boyqi buyruqni berib boqaylik. Type txt 2 txt. Enterni bossak, mana bu txt degan hujjatning mazmunini bizga ko'rsatadi. Undan keyin biz masalan hozir buyruq ko'znikida bir muncha buyruqni yozib, ekran qalamqon bo'lib ketdi. Bu ekronni tozalash uchun cls clear degandan keyin
qisqartib yozilishi ekranni tozalab bizga pokizlab berdi. Bu buyruqni ishlatib ekranni tozalasak bo'ldi. Undan keyin masalan chislani ko'rsatish buyruqi date degan buyruqni berib enterni bossak hozirgi chislani ko'rsatib berdi. Hozirgi chislani ko'rsatib berdi. Undan keyin yangi chislani kirgiz dedi. Bizga hozir yangi chislani kirgizishimizning hojati yo'q. Enterni bossak bo'ldi. Agar chislani o'zgartirgan bo'lsak, masalan yil, oy, kun bo'yicha kirgizsak bo'ldi. Masalan vaqtni bilmoqchi bo'lsak, time degan buyruqni berib enterni bossak hozirgi vaqtni ko'rsatib berdi. Yangi vaqtni kirgizing deydi. Masalan, vaqt xato bo'lib qolgan bo'lsa, to'g'rilasak bo'ldi. Soat, minut, sekund bo'yicha kirgizsak bo'ldi. Enterni bossak, aslib ketib qoldi. Masalan, Windows'ning nashr nomerini ko'rmoqchi bo'lsak, where degan buyruqni bosib, enterni bossak, Windows'ningki nashr nomerini bizga ko'rsatib berdi. Undan keyin masalan, kompyuterningki IP adresini ko'rmoqchi bo'lsak, IP config degan buyruqni berib, enterni bossak, mush kompyuterningki IP adresini ko'rsatib berdi. Ba'zi kompyuterlarda masalan IPv4 degan kelishimni ishlatgan bo'lsa, mana o'xshash adresni ko'rsatib berdi. 3 dona chekit bilan ayrilgan 4 bo'lak adresni. Agar IPv6 ya'ni 6.0 nashri IP kelishimining 6.0 nashri, agar mavo IPv4 degani 4.0 nashri. Mavo 4.0 nashrdagi adres mavi ekan, 6.0 nashrdagi adresi mavi ekan. 6.0 nashrdagi adres odatda qo'sh chekit bilan ayrildi. 4.0 nashrda faqat sondan tashkil topadi. IP adresiningki 6.0 nashri son va harfdan tashkil topgan. Undan keyin mavo 4 bo'lak, mavo 8 bo'lak. Bu hozirgi kompyuterimizning IP adresi. Undan keyin maska, ya'ni maska nomeri deb qo'yamiz. Bo'lak nomeri, ya'ni tarmoq torniningki maska nomeri. Undan keyin default gateway degani yo'l tanlag'ich, ya'ni ko'rik. Undan keyin masalan ipconfig yantusiziq all degan parametrni berib qo'ysak, texnik tafsili uchurlarni bizga ko'rsatib berdi. Masalan, kompyuterning ismi, undan keyin yo'l tanlag'ichni qo'zg'atilganmi, qo'zg'atilmaganmi, undan keyin vakolatchi, win vakolatchisi bormi yo'q, qo'zg'atilganmi yo'qmi, undan keyin qattiq detalningki, ya'ni tor kartasining tipi, fizikalik adresi, undan keyin IP adresini avtomatik qabul qilamdi, qilmamdi, undan keyin IP6 dagi adresi, IP4 adresi, undan keyin bu adresni ijaraga vaqt, bu IP adresining vaqt o'tish, qachon vaqt o'tadi degandek texnik tafsili uchurlarni bizga ko'rsatib berdi. Undan keyin yana bir buyruqni ko'rib boqaylik. To'g'ri munosabatlik. Masalan, kompyuterimiz to'g'ri bog'lanmay qolsa, ishlatadigan buyruq bu. Masalan, ping, masalan, to'g'ri ulanmagandan keyin, masalan, google.com deb boqaylik. Enterni bosdik. Bossak, Google'ga bizningki ulanishga ketadigan vaqt, shuningki google.com degan tor bekatning IP adresini, mumkin ketgan vaqtni bizga ko'rsatib berdi. 13 millisekund, 16 millisekund, o'rtacha odatda 13 atrofida millisekund ketdi. 4ni yo'lladik, 4ni qabul qildik. Birasimi yutib ketmadi uchur deganga. Ya'ni to'g'ri hozir bog'liqlik holatda. Bugun biz Windows mashg'ulot sistemasidagi buyruq ko'znikida ba'zi ko'p ishlatadigan buyruqlarni ko'rib o'tdik. Keyin qatimliq sindi ko'rishaylik. Allohga emanet.